Engüşter Mü'minning hemrahi Abdori Ustoz Muhammad Yusuf 2019 yılı sentabr Sharqiy Turkiston Ulumolar birligi nashr qildi. İstanbul, Türkiye. Kirish so'z o'rnida Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtash ve en esil medhiyalar alemlerning yaratquchisi ve yegona Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni chin qalbimdan madhiyalayman ve onunğa shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan so'yimlik payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalomga durud, duo ve salom yo'llayman. Onun aile tabiatlariga, sahobalariga ve ta qiyomatgacha onun yo'lida mangan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. O'lgilik mümin odam degan qandoq bo'ladi? U nimalarni qiladi, nimalarni qilmaydi degan mavzuda har qandoq bir musulmon foydalana oladigan ommabop bir o'qishliq tayyorlashni ko'nglimga pukkan bo'lsam-mu, insonlarning to'lisi turmush halakchiligida aldirash, vaqti qis, bo'sh vaqtlarini kitob o'qish bilan emas, balki ijtimoiy uchur vositalariga berilish bilan o'tkazishga o'tgan mushu zamonda cho'ng kitob yezish va ko'p so'zlab o'ltirishning o'rniga musulmon qarindoshlarim pat-pat murojaat qilib foydalanib, o'zini tuzab turadigan ixcham va mazmunliq bir kitobcha hozirlashni loyiq ko'rdim. Men shu maqsad bilan har bir musulmon uchun zarur deb qaralgan masalalarni intayin ixcham shaklda to'plab chiqib, bu asarni hozirladim. İnsanlar aynakka qarab o'zini ko'rib va shaklini tuzab turg'uniga o'xshash mümin qarindoshlarimmo bu asarga pat-pat qarab, o'zining ayib nuqsonlarini ko'rib va tuzitib turishini umid qilib, bu asarning ismini Engüşter Mü'minning hemrahi deb qo'ydim. Hadislarning manbalarini bekitishda Al-Maktabatu Shamila degan tor kitobxonasi asos qilingan bo'lib, hadis to'plamlarining va hadislarning nomerlari mazkur kitobxonadagi nusxasiga asosan qo'yildi. Janobi Alloh taolodan bu oddiy asarni xalqim uchun manfaatli qilib berishini va bu emgakning ajr mukofotini ikki olamda to'liq berishini tilayman. Muhammad Yusuf Hijriy 1440-yili Zulqa'da oyining 20-kuni, milodiy 2019-yili 23-iyul, Jidda, Saudiya Arabiston.